Assalomu alaykum. Namangan uylar kanalimizga qadrli obunachilari, azizlar, mana bugun sizlarga o'ta udar sostoyanidagi kvartirani obzorini qilib beraman. Kirish qismimiz umumiy keng maydonli koridor. Undan keyin salkam mini stadionga teng keladigan oshxonamiz qadrdonlar, gap bo'lishi mumkin emas. Akrillar ham bor-ku, eng sifatli toza mebellardan ishlatilgan qadrdonlar. Ko'rib turibsizlar, ideal variant. Xonadonimiz umumiy 3 xonani tashkil etadi. Qadrdonlar, yo'l-yo'lakay çünkü masofamiz, kvartiramiz uchun masofa uzunligi uchun yo'l-yo'lakay tushuntirib ketishga harakat qilaman. Xonadonimiz umumiy 3 xona, 115 kvadrat tashkil etadi. Namangan shahar Afsonlar vodiysining asosiy darvozasining ro'parasida, Bagati savdo do'koni shunday orqasida yangi barpo qilingan Novostroykamiz, qadrdonlar. Xonamizni ko'rib turibsizlar. Voy dod, bu dizaynni qarang. Omma yashalmagan ideal variant. Ta'mirotlarga gap bo'lishi mumkin emas. Kirish qismini ko'rib turibsiz. Mehmonxonaga mo'ljallangan xonamiz, televizorlar o'rnatib qo'yilgan. Eshiklarga ham alohida e'tibor qaratmasak bo'lmaydi. Hojaga umumiy eng oxirgi holatda juda ham yevro usluubda qilingan umumiy patologgacha eshik o'rnatilgan. Qadrdonlar, umumiy kirish qismida kattalarga mo'ljallangan yotoqxonamizga tashrif buyuramiz qadrdonlar. Bu yerda ham did bilan ta'mirlangan. Haqiqiy original versiyadagi garniturlar o'rnatilgan. Bu xonamizda ham alohida televizorlar o'rnatib qo'yilgan. Mana bu dekoratsiyaning rasmlarga endi e'tibor bermasa bo'lmaydi qadrdonlar. Namangandan olinmagan boshqa chet mahsulotlari olib keltirib, hojaga ham zakazini o'rnatib qo'yibdilar. Mebellarga gap bo'lishi mumkin emas. Kelirish qismida azizlar ko'rib turibsiz, bu joyimiz alohida mo'ljallangan yer sanuzili qadrdonlar, unitazlar ham o'rnatib qo'yilgan. Bu tomonda unvonliklari ham bor. Albatta nima uchun buni alohida ta'riflab desangiz, buni ikkinchi versiyasi ham bor qadrdonlar. Bunisi alohida jakuzi vannali qilib, unitazlar bilan o'rnatib, ikkinchi sanuzilimiz qadrdonlar. Mana bu joyga unvonli tushadi, kelgunizcha o'rnatib qo'yamiz. Albatta bu yerdan alohida o'ringa ega bo'lgan kichkina bolalarimiz uchun mo'ljallangan, ya'ni detskiy xonamiz. Ditga ham gap yo'q. Hojaga ham omad juda dekoratsiyani ishqiboz ekanlar. Toshkentdan olib keltiribdilar, mana chotki dekoratsiyalarni o'rnatib, devorlarga qo'yib qo'yibdilar. Qadrdonlar, endi albatta bu xonamizda alohida o'ringa ega bo'lgan yana bir maydoni bor. Bu joyi birgalikda ko'rmasak bo'lmaydi. Ekrandan joylashmang, janob Shavkat faqat sizlarga yaxshisini ulashadi. Demak, mehmonxonamiz yo'nalishidan qadrdonlar to'g'ri yurib kelsak, mana bu tomonda siz bilan menga yoqqan atmosfera turibdi. 6 metr tashkil etadi. Ko'rib turibsiz, atrofi, balkonimiz atrofi qoplab qo'yilgan panjara bilan mana bunday alohida ustunlar ham o'rnatib qo'yilgan. Bu yog'i atmosfera gap bo'lishi mumkin emas hudud qadrdonlar, ko'rib olish kerak. Afsonlar vodiysi shunday yaqqol ko'rinib turadi. Xonadonimiz atrof muhitda savdo do'konlari, maishiy xizmat ko'rsatish obyektlari juda ham yaqin hududlarda joylashgan. Xonadonimizda har bir tomonlama oynalari to'liq zamonaviy gulnaqshli panjaralar o'rnatib qo'yilgan. Ko'p qavatli uyimiz oldida avtomashina qo'yish uchun yakka parkovkasi alohida xonadon uchun sotib olingan. Bemalol kimda kim bu yerni xarid qiladigan bo'lsa, bemalol parkovkadan foydalansa bo'lar ekan. Hojaga xonadonimizning umumiy kvadrati 115 kvadratni tashkil etib turibdi. Navbahor stadion bilan raqobat qiladigan maydon hojaga. Umumiy 9 qavatli ko'p qavatli uyimizda 5-qavatda joylashgan. Eshiklarimiz qadrdonlar eng sifatli, eng so'nggi rusumdagi eshik, qalinligi 12-14 sm. Kamyob eshiklardan biri, hamma ham qo'yavermaydi. Lift. O'ta tezkor, zamonaviy uslubda o'rnatilgan liftlar ham hozirgi kunda ishlab turibdi. Xonadonga qiziqdingiz. Narxi ham albatta sizga qiziq bo'lishi mumkin. Xonadonimiz 89.900 dollarga savdoga qo'yilyapti. Yana kelishadigan joyi bor. Ekranda qoldirayotgan telefon raqamlariga qo'ng'iroq qilib, hojaga bilan bog'lanib, kelishilgan narxlarda ushbu xonadonni sotib olishingiz mumkin. Azizlar, Namanganim uylari Telegram kanalini kuzatishda davom eting. Yangiliklar hali oldinda.